26. Ögdilmişning kun tug'di Ali xizmatiga kirganligi aytiladi. Ali aytdi: "Ey o'g'il, bundan keyin menga xizmat qilib tur. Ko'nglingni yerim qilma. Otangning ko'rsatgan ko'p xizmatlari bor edi. Haqqini o'tayammidim, u ketdi. Mening qarzim qoldi. Bu haqlarni sana o'tishim kerak. Bo'lmasa kishilar so'z cho'chaq qiladi. Bilib, sözge aql yetkizib so'zligichi 3 ordu begi nima deydi? Angla. Birasi sana ma'lum emgek singdirsa, emgekini unutma. O'likdek bo'lib javobsiz qoldirma. Kishilikni tashlama, ey esil kishi. Kishiga doim kishilik qilib tur. Sana kimning biroz emgeki singan bo'lsa, keyin sen uningga ko'proq javob qaytir. Kishining emgekini bilmagan kishi ba'ayni kalaga o'xshaydi, ey elning beshi. Kala atılib qolma, yur, kishilik qil. Odamga kishilik qilish bilan odam bo'g'in. Kishilik qilganligi uchun odamga kishi degan nom berilgan. Kishilar kishilik bilan nomini yuksaldirgan. Ögdilmişning Aliga javobi. Ögdilmiş yer üpti va dedi: "Ey Ali, Ali nazar e'tiborini bersa, menga yaxshilik bo'ladi. Men xizmatkor quling, sen ulug' begim. Ulug' beglar xizmatkor qulini qadrlaydi. Xohlasan qadrla, xohlasan xor qil. Men sana o'zimni beg'ishladim." Ögdilmiş asta turib ishga keldi va sirtqa chiqdi. Xeyli yurib uyga yetib bordi. Shuningdan beri Ögdilmiş belini bog'ladi. Bo'sog'idan ayrilmay dodil xizmat qildi. Sahardan oqshomgacha xizmat qildi, tavranmadi. Kechisi ko'za tuturib, shu yerda osh yedi. Xizmat Alining ko'ngliga yoqqan ekan, uningga davlat qo'l berdi. Baxt eshigi ochildi. Xizmat qilg'uchi va xizmati bilan davlat etig'i minguchi nima deydi? Angla. Ey baglarning shodligini tiliguchi kishi. Hamma ishni baglarning xohishi bo'yicha qil. Begi ma'qul ko'rmagan ishni qilgan qul, agar falokatga uchrasa, o'ziga topi qilsin. Agar u baglarning xohishsiz xizmat qilsa, xizmat qilgan butun hayoti zoyi bo'ladi. Ali Ögdilmişni o'ziga yaqin tutdi. Barliq ishlarni qoidasi bilan aytib berdi. Ali yana bir kuni o'ltirib qayg'urdi. Dediki: "Va darixa, yaramliq arni yuttirdim. Ishga bir top kishilar to'plandi. Ishimga yarog'idek birar xil kishi qani. Barcha ishim buzildi. Ish bilguchi yo'q. İşimni qilg'uchi birar mehribon qani. Tajribalik va yaxshi yomonni sinab bilgan kishi nima deydi? Angla. Kishi istasa barcha orzusiga erishadi. Xohlaganidek yaxshilikning boshlamchisi bo'lg'uchi kishini topolmaydi. Bo'y qaddini ko'tarib yurgan xizmatkorlar to'pi ko'p. Bilginki, ular ichida inson deb ishongudek kishi yo'q. Ehtiyojli kishilarning yaramligi, ishga yarab foyda yetkazib yurguchilardir. She'r yozg'uchi va ma'nilik so'zni tizib qoldirg'uchi nima deydi? Angla. Atrofimda yurganlarni kuzatamanki, yaramligi yo'q. Yaramliqqa erishsang, yeningda davomliq turmaydi. Xizmatkorlar to'pida yurgan odam nurg'un. Bularning ichidan izlasang, asqatadig'ini yo'q. Ali yana aytdi: "Masalda kelganidek, urug'liq kishi o'lsa, uriqi qoladi. Yerga nima terisang, qayta shu narsa unidi. O'g'il tug'ilsa, uning mijozi otiga tortidi. Bu Aytoldining o'g'limi otasining pushti. Oti o'lsa, o'rni o'g'ilning bo'ladi. Otasi ketdi, o'rni quruq va bo'sh qoldi. Bu boşluqni to'ldirishga o'g'lini bak bop ko'rdim. Men uni tarbiyalay, u odam bo'lsin. Odam bo'lganning davomliq foydasi tegadi. Uni yaramliq bo'ladi deb mo'lcharlayman. Kichikligidan boshqa uning qusuri yo'q.
xalqning ulug'i, kishilarning qutluqi bo'lgan elining dangdor odami nihoyat yaxshi aytgan. Baglar qo'l selib kimni tarbiyalasa, u bakka yaqinlashadi, bagdan keyin boshliq bo'ladi. Baglar kimni o'ziga yaqin tutsa, uning tiliki ehtiyoji yaqinlashadi deb qara. Baglar biriga kulib boqadi ekan, boshqa kishilarmi uningga yuzlanib atrofiga to'planadi. Ali aytdi: "Endi menga boshqa chora yo'q. Buni tarbiyalasam, u yaramliq odam bo'ladi. Otasining haqqini o'tigichi bo'lay. Mehribonlik bilan uningga kishilik qilay." Bu Aytoldining ko'rsatgan xizmati ko'p edi. Uningga javoban mardlik va odamgarchilik qilay. Odamgarchilik deganim yaxshilik deganlik bo'ladi. Bu yaxshilik yemak-ichmak, kiyim-kechak berganlik bo'ladi. Kishining esili yaxshilikni unutmaydi. Yaxshi urug'liq odam oli ko'ngil bo'lmaydi. Qeyrilar so'zini angla, nima deydi? Qeyrilar so'zini esingda tut, unutma qozam. Ey yaxshi kishi, yaxshilik qilib tur. Yaxshilik qeyrimaydi, uning umri mangulik. Yaxshilik qeyrimaydi, ham uprimaydi. Yeshi bakmi uzun, nomi buzilmasdir. Qara, Ali o'gdilmishni qatirladi. Uningga o'zining yaxshi-yomon ishlarini aytdi. Ali uningga g'amxo'rlik qilib yuqori ko'tardi. Baxti o'ngdan kelib, qonun qoidalar bilan tanishdi. Qonun nizam ishki ishlarni tuzatdi. Bu xizmati yuzasidan tilagan eshiklar ochildi. Qusuri fazilat bo'ldi, so'zi so'z bo'ldi. Ali uyg'onishi bilanla u ko'z o'ngida bo'ladi. Ali aytdi: "Orzu qilgan ishim mohiyat va qiyofat jihatdan yo'lga qo'yilib boradi. Buning belgilik asosi bor edi. So'ng uni tarbiyaladim, g'amxo'rlik qildim. Mana endi men orzu qilgandek bir odam bo'ldi. Yeshi yetilsa, yanama kamal topadi. Mard, jasur bo'lib yetishadigan o'g'lonning kichik vaqtidala belgi nishoni bo'ladi. Buningga taqlid qilingan bu beytni angla. Cho'nqur tushansang, ma'nosi texmi ichiladi. Bo'ladigan hamma narsaning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi. Bu belgi kichikidan cho'ngaygacha bir o'lcham bo'lib qoladi. Meva chevining bo'lishini chechkidan ko'rish lozim. Hamma narsa buningga o'xshash deb bilish lozim. O'gdilmish Alining oldida xizmat qildi. Tong sahardimi, kechki vaqtlardimi xizmatdan bosh tortmadi. O'zini bo'lmag'ur, yaramsiz harakatlardan xalos qildi. Har qanday ishga tamoman yaramliq bo'ldi. Alining mushaqqatlari ketib qutuldi. Xalqning yuki yengillab, foydasi ko'paydi. Alining o'gdilmishga savoli. Bir kuni Ali o'gdilmishni chaqirdi. Uqqan bilganlarini uningga so'zladi. Ali dedi: "Ey o'g'il, endi angla. Sana sözümni aytay, menga ko'ngil qo'y. Aytib ba, kishiga foydalik narsalar nimalar? Uning foydasi nima? Menga bir-birlab bayon qil." O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi: "Ey bag, ey bilimning o'rdisi, kishilarning yaxshisi. Ikki jahonda kishiga foydalik narsa yaxshi ish harakatdir, ey xushbeil kishi. Ikkinchi uyat, uchinchi to'g'riliq. Uch narsa bilan kishi qutlug' kunga erishadi. Ish harakati yaxshi bo'lsa, uni barliq xalq so'yidi. Mijozi to'g'ri bo'lsa, to'rga chiqadi. Haya uyat barliq yaramasliklarni teguchidir. Uyatsizlik kishi uchun tangdoshsiz bir kasal. Yana biri muloyim, to'g'ri mijozlik bo'lish. Bundaq kishining har ikki dunyoda kuni saodatlik bo'ladi. To'g'rilik, haya va yaxshi ish harakat, bu uchi kimni birlashsa, u shodlikka erishadi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali yana aytdiki, bu so'zni angladim. Kishi uchun yomon va foydasiz ishlar qaysi?
Ögdilmişning Aligga javobi. Ögdilmiş javob berib aytdi. Alig donolik bilan bu so'zning ma'nosiga yetsin. Kishi uchun foydasiz, ziyon keltirguchi muni 3 narsadir. Ey qudratli hokim. Biri johillik, yomon mijoz bo'lsa, yana biri yolg'ondan so'z to'qish. Yana biri kishini pastlashtirguchi bexillikdir. Bu uchining hammasi nodonlarga xos. Kimning mijozi eski johil bo'lsa, har qachon uning ishi ta'tir bo'ladi. Kimki yolg'onchilik bilan nom chiqarsa, bilginki xalq ichida uning obro'yi ketadi. Bexillikdan pas yana nima bo'lsin? Bexil dunyo to'playdi, yemaydi, keyin dunyosi qoladi. Bilim bexillik haqida nima deydi? Angla. Ey bechora. Ey hasadxo'r, ey qo'li yumuq. Oltin yig'ishni bilding-u, yeyishni bilmading. Bu oltinlarni yig'ib, nimishqi bir kishiga bermading? Ey dunyoni yig'ib, yeyammigicha inson. Yeguchilar tayyorlandi, endi osh tomoq tayyorla. U 3 narsa kimda bo'lsa baxt keladi. Bu 3 narsa kimda bo'lsa nomi yo'qoladi. Aligning o'gdilmishki suoli. Alig yana aytdiki, buni angladim. Yana bir suolim bor, unimi aytib ber. Odam onadan bilimlik tug'ilamdi yoki yosh yetganda o'rganamdi? O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berdi. Ey davlatman Alig, fazilatning nomi bilim va farosatdir. Odam bilimsiz holda tug'iladi, yashash jarayonida o'rganadi. Bilim bilgandan keyin barliq ishda utuq qozonadi. Onadan tug'ilgan bilimsiz tug'iladi. Bilim o'rganib ondan to'rga chiqadi. Aql idrokni insonlar o'rganmagan, uni Xudo asli tabiatiga qo'shib yaratadi. Aql idrokdan boshqa barliq fazilatlarni inson o'rganadi. Ondan bilimi yetiladi. Ali bu so'zni anglab so'yindi. Dediki, men endi o'z tilakimga erishdim. Otasini yo'qotdim, ammo bu o'g'il to'g'ri yo'lda yurib, otasining o'rnini bosdi. Endi Xudoga ko'plab shukr qilgulik, xalqqa yaxshilik yetkazib, qonun yurgizgulik. Bu o'gdilmishni menga sodiq hisoblayman. U hamma ishni to'g'rilik bilan ishladi. Uningga bugun yaxshi javob qaytarish lozim. U yaxshiliklarning javobiga hozir erishsin. Xalq ichidan tanlanib chiqqan xil kishining nima deganligini angla. Kishilik qilganga kishilik bilan javob ber. Kishiligiga loyiq odil javob yondir. Vafoga vafo qilish kishilikning burchi. Vafo qilib odam bo'l, nomingni ulg'ayt. Ali uni kundan kunga qadrladi. Uning nomi va danqi butun elga taraldi. Nom nishoni xalq ichida yuqori bo'ldi. Yaxshi duolar bilan jahonga danq ketdi. Do'st birodarlar orasida ulug' bo'ldi. Baglar orasidami shuhrati ko'tarildi. So'z harakati kamtar, mijozi muloyim bo'ldi. Hamma bilan ap bo'lib, kun va oylar o'tdi. O'zini kichik bir el tutdi. So'zi shirin bo'ldi. Xalqning ishtishini isitdi. Ko'p do'st birodar og'ini tutdi. Bilginki, do'st birodar odam uchun yo'lanchikdir. Kimning do'st birodari qo'ldishi ko'p bo'lsa, uning orqa tiriki mustahkam, qiyodak bo'ladi. Kimning orqa tiriki bo'lsa, u kuchlik bo'ladi. Kuchlik kishi baxtiga asos solalaydi. Muloyim kamtar bo'lish baxt uchun qandoq yaxshi narsa, ha? Olim muloyim bo'lsa, nima degan ko'rkam ish bo'ladi. Aqlli kishi bakmi yaxshi aytgan. Kim aqlliqning so'zini asli tutsa, ishi yurishidi.
Davlat kelib kim bilan yarashsa, kichik pe'illik bilan ko'nglini kamtar tutsin. Davlat kelib kishiga kulib boqsa, uni kichik pe'illik bilan mustahkamlash lozim. Baxt asli tegi taxtidan ko'chmanning etidek narsa. Uni tutib turg'ichi yiltiz kamtarlikdir. Kichik pe'il kamtar kishi nima degan yaxshi, nima degan go'zal bo'ladi ha? Doim ishi yurishidi. Takabbur, mag'rurlanadigan maqtanchoq kishi tetiqsiz bo'ladi. Takabbur kishining e'tibori kundan kunga tavallaydi. Baxt yuzlansa hammaga yarashidi. Ammo aqlli kishiga bakmi chiroyliq yarashidi. Buningga o'xshaydigan bu beytni o'qi. Ey qo'li ochiq sehi o'qib yaxshi tushan. Davlat bilimsizga kelib yarashqin ekan. Bilimlikni texmi obdan ko'rib bakmi yarashidi. Davlat bilimsiz bilan turgan ekan, bilimlikka texmi mustahkam bog'lanib turadi. Bilimsiz davlat bilan yuksalgan yerda bilimlik nom shuhrati bilan texmi yuksakroq bo'ladi. Bilimsizga davlat baxt keladigan bo'lsa-mu, ishonki bu davlat uning bilan turolmaydi. Mana bu so'zga shohid bo'lib bir so'z keldi. Ey tuz ko'ngil, buni o'qigin. Kishiga baxt keladi va uni qadrli qiladi. To'g'ri ish harakat qilsa, bu qadr qimmat uningga singadi. Bo'limsizga davlat baxt kelgan bo'lsa-mu, u davlatni ishtirib bir kunmi turg'izmaydi. Ali bu o'gdilmishni sinadi. Barliq ishini to'g'rilik bilan bejirginini ko'rdi. Ba'zida qadrladi, yuqori ko'tirdi. Ba'zida yomon muomala bilan xo'rladi. Qadrlangan vaqtida kishilarni ranjitmadi. Xo'rliq ko'ginida xizmatni to'xtatmadi. Aliga chin ko'nglidan bog'lanib qalqon bo'ldi. Uning xazina dunyosini yaxshi boshqurdi. Bo'yniga eg'ir bir omonat yukladi. Omonatni zimmasiga olgan kishiga jinim pida. O'gdilmish noit to'g'riliq bilan ish yurgizdi. Ali uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi. Hamma ishni ayrim ochiq o'z o'rnida qildi. Barliqining hisobini qilib yezib bordi. Mol dunyosini kuzatdi, o'zini himoya qildi. Xizmat qildi, xizmatdan qilchilik bosh tortmadi. Yeshi ulg'aygan, hayotda kam uchraydigan to'g'ri chin insonning nima deganligini angla. Kishilar uchun oltin kumush qadrlik narsa. O'zini tutalagan odam kumushdan aziz. Kumushga berilmagan to'g'ri inson baxtli holda chin haqiqiy dunyoga erishadi. Bilimlik o'z bilimi bilan bundoq ta'lim beradi. To'g'ri, chin kishi bo'lsa, uni ko'zingiz turtkin. Qarag'in. Aql buningdanmi yaxshiroq aytadi. Sodiq kishi uchun jon bersang ortiq ketmaydi. To'g'rilik deb aytishidi. U to'g'rilik qaysi? U omonatga xiyonat qilmoqchidir. Kishilar ishida komil erkak kim? Mijozi to'g'ri bo'lsa, uni komil ardisi bo'ladi. Kishilar ishida maqtashga loyiqlar kim? Mard sexim maqtaladi, bexil so'kiladi. Odam bolasini bechora deyishga to'g'ri keladi. Kun bo'yi dunyo yig'idi, yeyishga nisib bo'lmaydi. Ba'zisi tinmay yugrab dunyo kezadi. Ba'zisi jinini tikib dengizga kiradi. Ba'zisi tog' qizib qiyolot to'yiga boradi. Ba'zilari yarg'ulashlab yalang'oyoq yuguradi. Ba'zisi dovon eshib daryolar kechadi. Yana ba'zilari yer qizib quduqdan suv ichadi. Ba'zisi janglarda qilich palti yeb halok bo'ladi. Ba'zisi qal'a turalarda ishlab qiriydi. Ba'zisi o'g'ri, aldamchi, qaroqchi, hiylagar, ba'zisi bosmichi, qotil, qirg'inchi bo'ladi. Bu mushaqqatlarning hammasi nafsi kiyim kechki uchundir. Mol dunyo to'playdi-yu, yemaydi, o'lganda pushaymon qiladi. Bular hammasi bilimsiz kishilarning ishidir.
Bilimsiz kishilar tamoman hayvonga o'xshaydi. Xudoga ishongan bilimli kishi erishgan narsalarni yeb ichadi, yig'maydi. Hayot va jonliqlarni kuzatgan aqlliq vazmin kishi nima deydi? Angla. Mayli yot, mayli dunyo kezib yugur, qismatingda nima bo'lsa, sana shu tegadi. Ey olim dona, diling va tilingni to'g'ri tut. Sening yemak ichmaking o'ksib qolmaydi. Boylik va dunyoning yaxshi ne'matlarini tilasang, uningga to'g'rilik bilan erishalaysan. Yana bir dunyoga erishay desang, uni chin va to'g'rilik bilan qo'lga keltir. To'g'rilik bilan jahon tutgan va aqli yetilgan kishi nihoyat yaxshi aytgan. Bu dunyoda o'zingga boylik tilamoqchi bo'lsang, to'g'ri odam bo'l, to'g'ri so'z qil. Yana bir dunyoga erishay desang, o'zingni, diling va tilingni to'g'ri tut. Ey Ali, sapsal. Kishilar to'g'ri harakat qilsa, ularning kuni qandoq go'zal o'tadi, ha? To'g'rilik va chinlikni o'zingga hamroh qil. Har qanday ishni odamgarchilik bilan ishla. Baxt o'gdilmishni kun siri yuqori ko'tardi. Xalqqa nasihat qildi va kishilarning so'zini angladi. Aligmu uni har turli ishlarda sinadi. Farosat bilan ko'zatdi va to'g'ri durust deb tanidi. Ali o'gdilmishni sodiq samimiy deb tanidi. Uning barliq ishlarini shubhasiz to'g'ri deb bildi. Endi olim dononing nima deganligini angla. Ey bilimsiz, buni o'qib endi bo'yin ey. Baglar qullarini ko'zatib berishi lozim. Qulning tegi tahtini sinab xizmatga selish kerak. Agar quli bakka yaramliq bo'lib ko'rinsa, ondan uningga qadr-qimmat yo'lini ichish kerak. Ish degandek bo'lsa, xizmatchi yuksaladi. Xizmatchi yuksalsa, bagning nomi ulug' bo'ladi. Barliq ishqa bilimi va aqli yetadigan yog'mi begi bakmi yaxshi aytadi. Ey bag, ishingni ish biladiganga ba. Yaramli, to'g'ri, durust yurgichiga ba. Qaysi bag yaramsizga ish tutqizsa, bu yaramaslikni boshqasi emas, o'zi qilgan bo'ladi. Xudo kimga baxt berib yuqori ko'tarmoqchi bo'lsa, uningga yaramliq, ishonchli xizmatchi ato qiladi. Agar ko'targanni yana tushirmoqchi bo'lsa, uningga bekor kun o'tkazadigan xizmatchi beradi. U bilimsiz ish yurgizsa, qo'pollik bilan yurgizadi. Hamma ishlar buzilib, osmonni tutun qoplaydi. Ali o'gdilmishni qadrladi va uningga ishondi, barliq ishlarini uningga tutqizdi. Uni butun mamlakatga hokim qildi. Uning qo'li uzun, so'zi oqadigan bo'ldi. Uningga unvon berdi, tomga tutqizdi. Ot, yasadoq egar to'qim ton berdi. Uni bakma qadrladi, zo'r baxtga erishdi. Nurg'un yaxshi yo'l yo'ruq va obdan so'zlar bilan Ali uningga marhamat ko'rsatdi, o'ziga yaqin tutdi. O'rdadagi lashkar mulozimlarning cho'ng kichigi bo'lsin, jon pido qilishga tayyor turdi. Xizmatkorlarning hammasi uningga ko'rinib turdi. Xizmat ko'rsatdi va hadiylar taqdim qildi. O'gdilmish yaxshi qonunlarni turg'izdi. Barliq odamlarini o'ziga yarasha qadrladi. Xalq ustidan barliq zulm zo'rlikni iptashladi. Bo'mmug'ir ishlardan o'zini xoli qildi. Qonunlar tuzildi, mamlakat o'ngshaldi. Alning uli mustahkamlanib, Ali farog'atga yetishdi. Uni so'ygichilar ko'paydi. Uni so'ymigichi dushmanlar alni tashlab qochdi. Ularning to'zig'i besildi. Ali tashvishdan qutuldi. Aram va xushallikqa yetishdi. Turmushda rohatlanib, lazzatga erishdi. Bundoq foydali ishlar bilimdan keladi. Farosat va bilim yaxshi xuluqlardan keladi. Farosatli kishini maqtamay bo'lamdi. Farosatsizning ishini so'kmay bo'lamdi.
Parasatlik kishilarning hamma ishi o'lgilik bo'ladi. Bilimsizlar hamma ishni kas-kammas qiladi. Aql parasatlik kishiga baxt xo'p yarashadi. Ey yaxshi xuluqliq, bilimlikka ishon. Elib begi nima deydi, so'zini angla. Bu so'zning ma'nosi so'zingga asos bo'ladi. Bilimsizga davlat baxt keladigan bo'lsa, barcha xalq buziladi, elga jut ofat keladi. Agar baglik aql parosatlik bir kishiga tegsa, el rohat farog'atga yetishadi. Bu so'zga ishon. Ali huzur topdi, kuni porladi. Xudoga shukr qilib, hamda sano o'qidi. Ko'zini ko'kka tikib, qo'lini ko'tardi va dedi: "Ey egam, bilim berguchisan. Bilim berding va elga hokim qilding. Adolatdan ayrima, ko'nglimga quvvat ber. Puhralarimning eg'ir yukini ko'tarish, hamma yaxshiliklarni qilish uchun senga madad beralaysan." Ali kambag'allarga ko'p mol dunyo tarqatdi. Hamma ishda dilini Xudoga bog'ladi. Kunlar, oylar mo'shundoq xushallik ichida o'tdi. Eldagi barliq avam tugal boy bo'ldi. Qara, sarxil kishilar mo'shundoq bo'ladi. Est, bundoq kishilarmi o'ladi? Adil, to'g'ri bakka ega bo'lgan xalq baxtlidir. Xalqi baxtli bo'lgan bagmu saodatlidir. Yomonlarmi, yaxshilarmi o'lsa, tuproqqa aylanadi. Garchi tuproqqa aylansimi, nomi qoladi. Alining o'gdilmishki savoli. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, o'gdilmishni chaqirdi va munu so'zlarni dedi. Aytdiki: "Ey o'gdilmish, endi menga qara. Atangning ajrini sen tehi tushunmading. Atang o'lganda sen kichik o'g'il eding. Kichiklarga mang'ar yo'lni cho'nglar ko'rsatdi. Atang sana bilim, fazilat o'rgatanmadi. Mendinmi hech yordam tegmadi. Bu fazilatlar sana qandoq to'plandi? Qani sen buni menga aytib ber." O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi: "Ali uzoq yashag'ay, qudrat tepib hukm surgay. Xudo kimga inoyat ato qilsa, u tilikiga yetib nom shuhratlik bo'ladi. Beshidan ko'p ishlar kechirgan oqsoqol buningga taqlidan turkcha bir masal aytgan. Kishi Xudoning shafqati bilan yuksaladi. Tilikiga yetib kundan kunga ishi yurishidi. Xudo berganni yer bilan osmon birlashib o'chakasimi, xalq kuchi qosimi tortib ololmaydi. Hamma ishqa Xudo yor yulak bo'lsalar, kishi ondan o'z tilikiga erishalaydi. Ey Ali, yana otining olqishi o'g'ilga tegsa, uningga shodlik hamroh bo'ladi. Otam yaxshi duo qilgan edi. Shu duo bilan o'rlab bu yerga yetishdim. Qudratlik egam Aligni sabab qildi. Shunga bilim fazilatdan xoli qolmadim. Ali qo'l silib meni tarbiyaladi. Palak o'ngdan kelib meni o'rlatdi. Baglar kulib qarab, kimga e'tibor bersa, u tilagan orzularining hammasi hal bo'ladi. Kishining ko'ngli bog'. Uni yashartquchi suv baglarning so'zi bilan yaxshi nasihatidir. Qaysi boqqa o'ksimay suv kirib tursa, uningda tumanning xushpuroqlik gul chechak echiladi. Bagning yorliqi va yaxshi so'zlari bo'lsa, qulning ko'ngli o'sib, chiroyi echiladi. Agar yaxshi so'zi va yorliqi bo'lmasa, bilginki yashargan chechaklarmi tezli quriydi. Qul doim Xudoning rahmatini tilashi kerak. Xudoning rahmati bo'lsa, uningga davlat ishiki echiladi.
Buningga taqlidan shoir bu so'zni aytdiki, ey yaxshi kishi, buni tushangin. Xudo rahmati bilan qo'lini qadrlaydi. Bilimning eshigi ochilib, yo'lini o'ngshaydi. Bilim bilsa, kundan kunga kuni qutlug' bo'ladi. Qanchalik kichik bo'lsa-mu, ulug'liq martabasiga erishadi. Aligning o'gdilmishga suoli. Alig yana aytdi: "Ey o'gdilmish, bilim bilguchilar uningga qandoq erishidi? Kishi o'ginib dono bo'lamdi yoki tabiati bilan qo'shilib yorilamdi?" O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish so'z echib javob berdi. Dediki, "Men bu so'zga asos topay. Xudo yaratishda uningga aql va qalb bergan bo'lsa, o'g'lon bilim uchun dasmoyiga ega bo'ladi. Kundan kunga o'sib aqli to'shadi. Nimani xolisi o'ginib biladi. Bilimga yetishib keyin dono bo'ladi. Bu bilimi bilan alga foydasi tegadi. Yaratgan vaqtida idrok, ya'ni farosat bermasa, keyinmi undaq kishi tilakka yetanmaydi. Yana bir sabab shuki, o'g'lon bilim talab qilsa, kichikidinla bilimga qo'l uzatishi kerak. O'g'lon kichik vaqtidala bilim o'rgansa, cho'ng bo'lgandan keyin tilakiga yetalaydi. Bilim, fazilat, yaxshi xulq va qiliqni kishi o'rganib, ondan yurish turishi tuziladi. Bilim yoki hunar fazilatni kishi o'rganadi. İdrak bo'lsa, asli tabiatidan bo'ladi. Buningga taqlidan turkcha bir masal bor. Uni sen o'qi, o'zingga foyda ol. Kishi o'rgansa, bilimi ko'plab oshadi. Qancha o'rganib tushangani bilan u idroklik bo'lolmaydi. Aql idrokni Xudo yaratishdan beradi. Tabiatidan kirganning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi. Aniqki, idrok Xudo tarafidan ato qilingan. Idrok bilan kishi minglarcha yaxshi nasibaga ega bo'ladi. Idroklik kishi hamma kishidan ulug'dir. Idrok kishi uchun ming xil fazilatning boshlanishidir. Idroksiz kishini odam demaslik kerak. U qanchalik so'zlasimi, uningga ishonmaslik kerak. Aligning o'gdilmishga suoli. Yana Alig aytdi: "Bu so'zlarni angladim. So'raydigan yana bir so'zim bor. İdrok bilan bilimni boshqa ayırding. So'zingning ma'nosi qandoq? Buni aytqin." İdrok nima? Uning o'rni qayerda? U qayerdan chiqib, qayerga boradi? O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "İdrok kishi uchun aziz va qimmatli narsadir. İdrokning o'rni ustunki mingida bo'ladi. U qadrlik narsa bo'lganligi uchun o'rni boshda bo'ladi. İdrok kishi uchun bir kishandurki, adolat va to'g'ri ishdan neri ketkizmaydi. Bilginki, mehribon Xudo o'zi tanlagan bandasining qiliqi bilan tilini idrok orqali kishanladi. İdroksiz o'likdir. İdroklik tirik. İdrok erni ana shundoq muvofiq ayriydi. Odam go'yo tundek qorong'u uy bo'lsa, idrok uni yo'ritqicha mash'aldir. Barliq yaxshiliklar idrokdan keladi. Bilim bilan yuksilib mashhur bo'ladi. Bu ikkisi bilan inson ulug' bo'ladi. Bu ikkisi adolat yo'lini ochadi. Kishi bilimi bilanla hayvondan farqlanadi. Bilimdanmi yuksakroq yana nima bor? Qara, aql buningga taqlid qilib so'zladiki, idrokni ishlatsa foydasi nihoyat ko'pdir. Odam bilan hayvonni bilim ayridi. Bilim bilan insonning qo'li uzun bo'ldi. Yur, hayvon bo'lma, bilim bil. Bilim va idrok bilan so'zingni ravon qil.
Aligning o'gdilmishki suoli. Alig yana dedi. Yana bir so'zim shuki, buni sana aytay, ey xushchiray. Menga endi idrokning suratini tasvirlab ber. Uning ma'nosi va nomi qandoq bo'ladi? Yuzi, ko'rki, xuy payli qandoq? Yeshi, darajasi, bo'y turqi, shodligi nima?